Yana bir o'zbek segmentiga deyarli ko'rsatilmaydigan, lekin biz orqali bexijolat O'zbekistonga olib kelinishi mumkin bo'lgan yo'l tanlanmaslar orasida eng eksklyuzivniy avtomobillardan bittasi Apokalipsis Juggernaut 6x6. Taxminan bojxona to'lovining o'zi 50 ming AQSh dollari. Avtomobilning narxi esa bor yo'g'i 260 ming AQSh dollardan boshlanadi. O'zi aslida bu avtomobil Ram TRXning qayta takomillashgan ko'rinishi bo'lib, afsonaviy kompressorni qayta kuchaytirilgan 602 litrli V8 Hemi bo'ladi. 850 ot kuchi, 1084 Newton metr bo'ladi va 3,5 tonnalik taxminiy og'irligi bilan bor yo'g'i 4-5 sekundda 0 dan 100 gacha qo'zg'alib berishi mumkin. 6x6 bo'lganligi uchun doimiy 6 ta g'ildirak tortadi. Kuchaytirilgan differensial, mostari esa Dana 60 dan bo'ladi va albatta blokirovkasi bilan. Albatta biz orqali interyer va eksteryerni istalgan didga qarab buyurtma bersangiz ham bo'ladi. Endi muhim savol, agar imkoniyat berilganda qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Asli nasli Ram TRX nimi yoki G-Classning 6x6 avtomobilinimi? Va har doimgidek o'zbek segmentiga deyarli ko'rsatilmaydigan avtomobillarning e'loni, bojxona to'lovlari, batafsil ma'lumotlari eksklyuzivning Telegram kanalimizda bo'ladi. Havola profilning yuqori qismida.